bilan ham endi video qilgandik. Xo'jayinini ham mazasi yo'q edi, jigar sirrozi bilan og'rigandi xo'jayini. Shu xo'jayiniga video qilib chiqarishgandi. Xo'jayin ham o'tib ketdi mana. Endi qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz, lekin ilojini qila olmay qolyapmiz. Borgan sari og'riqlar kuchayyapti, kechasilari og'rib chiqyapti, yig'lab. Shunga yordam berishlaringizni so'raymiz, iltimos sizlardan. Mana shu qizim 1,5 yildan beri mana shu onkologik kasal bilan olishadi. 1,5 yildan beri olib bormagan joyimiz qolmadi, davolatyapti, lekin foydasi bo'lmayapti. Qancha ximiyalar oldi, ximiyalar ham ta'sir qilmayapti. Dunyo menga qog'oz tutqazdi bir kun. Onalar ta'rifin qil deb unga jo. Men asta jilmaydim. Onalar uchun ta'rifga qog'ozing yetmaydi dunyo. Assalomu alaykum. Farg'ona shaharchasini hamshaharlar, Farg'ona shaharchamiz ahli, O'zbekiston ahli. Mana qizim 1,5 yildan beri mana shu onkologik kasal bilan davolanyapti. Ekan ximiyalari nimalari ta'sir qilmayapti. Kuchimiz yetgancha, endi qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Hindistonga borish kerak deyishyapti. Endi Hindistonga $10,000 kerak deyapti. Biz uncha pulni topolmayapmiz hozir. Iloji boricha, qo'llaringdan kelgancha shu yordam berib boringlar mana shu qizimga. O'zimiz ham endi harakat qilyapmiz. Oxirgi ilojini qila olmay qolyapmiz. Topolmay qolyapmiz. Iltimos sizlardan mana shu qizimga yordam berib boringlar. Hozir endi sirrochni 20 million kerak-da ximiyaga. Banishga yotqizgandan keyin Toshkentga olib borsa, ashu endi buni Malayevga olib boring deyapmiz-da, ashu bizga shu ma'qulroq bo'lib turibdi-da hozir. keyin yana pul yig'ilsa ko'proq Hindistonga olib borish kerak. Shunaqa qilish kerak endi. Sirrochni o'tib ketyapti-da, xola. O'tyapti endi borgan sari yaralari unaqa bo'lib, ko'zlari 5-6 ko'z bo'lib ketgandek kechasilar endi kunduzi. Kechasi nima iltimos sizlardan qo'lingdan kelgancha yordam berib Endi xudo xolasa harakat qilamiz. Mahalladoshlar biladi, mana Zapar akam o'tib qoldi, Zapar akamning ayoli. Zapar akam ham endi o'tkazib yuborib o'tib ketdi, rahmat shunchalik yordam berdi. O'zbekiston ahliga, Farg'ona shaharchamiz ahliga hammalariga rahmat. Mana kuyovimga ham qancha yordam berishdi, qancha harakat qilishdi, ular ham endi o'tib ketgan uchun iloji bo'lmadi. Oldinroq harakat qilganda balki yaxshiroq ketarmidi kuyovim. Ha, inshaalloh. Allohning irodasi ekan endi. Xudo xolasa endi hozir yig'ilib qolsa, asha aytgan mablag'lar endi boshqalarga ham tashladilar shekilli, boshqa nimalarga ham ko'p. Toshkentga qo'ldan kelgancha. Ukalari ham harakat qilyapti endi qo'ldan kelgancha. Ha, endi hozir dori-darmonga yetkazish qiyin-da, xola. Qiyin ekan. Ayniqsa bu kasalga. Hozir sirrochni Hindistonga olib borish kerak-da, Toshkentdan keyin. Shu Toshkentda davolanib, keyin Hindistonga olib borish kerak. Opam. Ha, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Farg'ona qishlog'i xalqim fuqarolari. Mana biz hozir Faridaxon qo'shnimnikida o'tiribmiz. Sizlardan iltimos, shu qizimizga, shu Sanam qizimizga juda katta yordam kerak. Bizni savxozimiz saxovatli, mehr muhabbat deganda eng kuchli xalq siz bilan biz bo'lamiz. Men mana shu
Oqoltin tumanining bosh otinoyisi hamda ona sifatida murojaat qilaman xalqimga. Ukalarim, Rossiyada yurgan ukajonlar, bolajonlarim, hammalaringdan shu qizimga yordam berishlaringni so'rayman. Juda katta yordamni turmush o'rtog'iga berdilaring. Alloh rahmat qilsin uni. Uni qolgan umrini bunga bersin Robbim. 4 ta farzandi yuzidan shularda kamolini ko'rsin shu qizim ilohim. Uni aka ukalariga ham rahmat. Sapozimizga katta rahmat. Lekin bu qizim dori darmoniga juda katta pul kerak bo'lyapti. Hindistonga borish kerak, mablag' yo'q, bora olmayapti. Endi ali bir tomchidan bersang to'yasan, bir mushdan ursang o'lasan degan naql bor. Baholi qudrat xalqimga men ham ona sifatida shu qizimni sog'lig'ini bilgan holatda, shunga muhtojligini bilgan holatda murojaat qilaman. Iltimos sizlardan baholi qudrat o'g'illarim, qizlarim, aka ukalar, hoji ona, hoji otalar, shu qizimga, sanam qizimga yordam beringlar. Ajab emas. Alloh shifosini bersin shu qizimga. Bolalariga bosh bo'lsin. Yorini ko'rmagan huzurlarini shu sanamxon qizim ko'rsin ilohim. Allah bergani bir sinovda turibdi. Inshaalloh. Sinovdan chiqib ketishlikka Allohim mana ko'pdi yordami kerak ekan. Shu yordam bilan ajab emas. Allohim shu sinovlardan chiqib ketsa, bolalariga bosh bo'lsin. Farida xonam tan joni sog' bo'lsin. Shu qiziga qarab o'tirgan yo'q. Mana bolalari bilan birgalikda bel bog'lashib, qo'ni qo'shnilar ham ish qilib hamma yordam beryapti, lekin yetishmovchilik. Oson emas ekan. Hech kim kasal bo'lmasin. Dushman ham kasal bo'lmasin. Hammalaringdan iltimos, endi yordam qo'limizni cho'zaylik. Ajab emas endi. Tomchi bo'lsa daryo bo'lar ekan. Ajab emas. Shu qizimiz yaxshi bo'lib ketsin. Yo'q qatorimizdan hech kim xato bo'lmasin. Bolalariga bosh bo'lib, o'g'illarini ham uylab, yaxshi kelinlarni olib, rohatlarini ko'rsin. Eri ko'rmagan huzurlarni ko'rsin, Allohim ko'rsatsin, Parvardigor. O'zi rahmi kelsin. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Mana bu xalqim ko'rsin, doktor qog'ozlari. Mallayev Toshkentgacha borib keldi bu qizim. Ukalari olib borib keldi mana. Qog'ozlari. Endi bu bilan juda katta mablag' talab etilyapti. Shu hokimiyatlargacha murojaat iloji bo'lsa, raislarga murojaat, mahalla faollari, mahallamizga murojaat. Bu qizimni o'zi bilasizlar, hali 6 kun kurib ketgurdi. Onkologiya kasal bo'lib qolgan bu qizim. Lekin katta mablag'ni talab qilganligi sababli biz xalqimizga murojaat etyapmiz. Iloji bo'lsa, homiy bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Ashulaga birortasi homiylik qilganda ham qo'ldan kelgancha. Homiylarimiz juda ko'p. Bizning umidimiz katta bolalarimizdan. Har qancha bo'lsa mablag' bo'lsa bu qizimizga yetmayapti. Bitta dorisi 5 million, 3,5 million. Mana hozir davolanishga imkoni yo'q. O'zimizda bo'lsa qani berardik. Bizda ham shu hamma endi o'ziga yarashadi. Shuning uchun sapqozimizga murojaatimiz shuki, shu qizimizga juda katta yordam kerak. Yordam berishlaringizni so'raymiz. Raislarimizga alohida men so'z aytmoqchiman. Iltimos qilaman, raislar, shu qizimizga yordam kerak. Yordam qo'llaringizni cho'zinglar. Iloji bo'lsa hokimiyatlargacha chiqishga harakat qilishimiz kerak shu qizimiz uchun. Alloh rozi bo'lsin.